Voy mashallah. Bir oyda o'rgansanglar shunaqa xursand bo'lib ketaman, ishoninglar. Birinchi kun kelganinglarda hammanglar. Rostdanmi? Osmonga qarab, kimlardir yig'lab, kimlardir tushkunlikka tushib o'tiruvdi. Eslaysizlarmi birinchi kun kelganinglarni? Hozir aytmasam ham qo'linglar shipillayapti-ya. Menga hozir savollar asa tushyapti-da. Bir oyda o'rgana olamizmi? Malika opa bir oyda o'rgan. Munisa o'rgandingizmi bir oyda? Ha, zo'r, вообще zo'r. Bemalol bo'ladi bo'lmagan. Bosdan. Kim edi? Madina qanday? Ko'pchilik aytdi, meditsinskiy образование bo'lmasa hech narsani o'rgana olmaysan, pulingni sarflama deb juda ko'p odam menga aytadi. Tinch bilan. Madina. Tamam, Malika opa mana spetsialist bo'lib chiqib ketyapmiz, xudo xolasa inshaalloh. Yig'lab kelganingiz esingizdan Gapirmay Malika opa, va shu kunlarni eslatmayman, mana sizda bo'ldi. Haligacha ishonmayman, haligacha o'z haqiqatdan massaj bo'la olmayman. Chimchilab qo'ying, keldi. Qo'llarim qaltirab yaqinlab ketyapti chunki menda anaqada. Yo'q, kiyom mana opa-singil. Birinchi bo'lib o'zimni meni sindirgan opa-singil bo'ldi. Boshqa Madina. O'zga Madina. Men hozir buyuk spetsialist, trenddagi massajist, ayollar va bolalar massajistkasiman. Yo'q, men qarindoshlarimdan pul so'rayman dedingizmi, nima dedingiz? Kecha telefonga ham Men tekinga qilaman shuncha. Qancha pulim ketdi? Ana motivatsiya sizlarga. Taksilarda qatnab, yomg'irda, sovuqda. Men bu qizim yaxshi guruh ochdingizmi, Mahliyo? Guruh ochdim. Nima bo'lyapti guruhda? Xabarlar kelyapti. Уже logopedga ham kelishyapti. Logo massajga. Zo'r, mashallah. Mashina olasizlar, xudo xolasa. Men xo'jayin har kun matrasa beradi. Dubaydagi qaysi massaj olasan deb har kuni. Mana hech narsa deyotganim, o'zligi shipillatib qilib yotishdi. Живой sizlarga bezmontaj video tashlayapman. Biridan keyin birini qilishyapti.